Habib Nurmagomedov Abduqodir Husanov bilan ko'rishdi. Keling bundan keyin nima bo'lganligi haqida gaplashamiz. Ovozga ahamiyat bermaysiz, ertalab soat 5 dan sizlar uchun video qilyapmiz. Shuning uchun agar qiyin bo'lmasa, obuna bo'lib qo'ying. Manchester City Chelsea qarshi bahsda jamoa o'ziga mehmon sifatida Habibni taklif qilishdi va UFC'ning sobiq chempioni nafaqat o'yindan zavqlandi, balkimda City o'yinchilari bilan ham ko'rishib, ular bilan rasm ham tushdi. Oxirida esa shaxsan Erling Haaland va Abduqodir Husanovning yoniga borib, ulardan formaga qo'l qo'ydirdi. Eng qiziqarlisi bu kiyim o'zi uchun emas, balkimda u buni auksionda sotib, yig'ilgan mablag'ni esa xayriya qilmoqchi. Yodganda bu uchun bitta like bosib qo'ying. Oxirida esa Habib Husanov bilan rasmga tushib, bir soat ichida hatto bitta ham so'z aytmadi. Alloh o'zi sani asrasin, butun O'zbekiston senga ishonadi deb yozib ketdi. Siz esa telefoningizga chiroyli futbol fonlarini qidirayotgan bo'lsangiz, hoziroq bizni Telegram kanalimizga obuna bo'ling.